Voy dolly, kosmetikalar navuncha ko'p. Nima senga chiroyli bo'lish arzonmi? Voy, men xohlagan pomadadan-u. Shuni ber menga. O'zi palon pulga oldim. Nima senga berishim kerak? Vaqtda qacha bitta suring. Gigiyena degan narsa bor. Mana Xadicha boyatdan beri bitta suray deb yalinib o'tiribdi. Berganim yo'q. Mayli. Menga qara. Yangi pomada olibdimi? Yo'q, u menikidan surib olgan. Tushunarli. Do'stni do'st ekanligin ishing tushsa bilarsan. To'xta endi arazlama, surayotgan payti ko'rib qoldim. Hech narsa deya olmadim. Yo'q, maqshimadim men. Surishib yuraveringlar keyin bilan. Vau, yangi kiyim oldingmi? Yo'q, yangi emas, kecha oyligim tushganda oldim. Shuni menga ber, sovg'a qil. Yo'q, mana xolasang senga bu ham yoqdi-yu, o'tgan yilgisi ham bor. Shu menda bo'lsa jalqa qilmasdim. Yoniga bitta pomada ham qo'shib berardim. Ol shuni, ol. Faqat o'sha temani eslatmagin, men buni ham qo'shib ol o'zingga. To'xta. Ha? Sushi olib ber, katta. Yo'q, pulim bor, yo'q emas, lekin u pulga planlarim bor edi-da. Siz pomada olishingiz kerak-ku, a? Yo'q, shu pomada bo'ldi, sen bo'lding, olib beraman tush oldimga. Rolling sushidan sen uchun maxsus lyuksviy set. Chechenka promo kodi bilan zakaz qilsang, agar 150 mingni oshsa, senga mana bu zapechoniy kuritsani teppa-tekinga qo'shib berishadi. Mana bu shu yeyishingga, mana bu uyingga olib ketishingga. Mana bu uyimdagi pomada. Mana bu senga yep-yangi pomada. Bo'ldimi, gapirmaysanmi? O'rtoqda o'rinda mazza qildim shon. Bitta zubaychisko berib. O'zing ol. Ha, sen zubaychisko bera olmaysan, sen pomada olib berasan faqat.